Qalqonsimon bez. Bo'ynimizdagi shu kichkinagina bezcha tanamizda ko'pgina o'zgarishlarga, jumladan surunkali charchoq, noxush qabziyat va vazn ortishiga sababchi bo'lishi mumkin. Shu kichkinagina bezni yaxshi ishlamasligi qancha katta muammolarni keltirib chiqarishini kimni xayoliga ham kelibdi deysiz. Keling shu bezchani faoliyati tushganda nimaga olib kelishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni gipotireoz. Qalqonsimon bez gormonini yetishmasligi. Bu normal o'sish, rivojlanish va metabolizmga ta'sir qiluvchi holat. Millionlab insonlarda uchrovchi keng tarqalgan holatni belgilari qanday ekan? Gipotireozda qalqonsimon bez kattalashmasligi ham mumkin, ammo kattalashsa bu bo'yinda yaqqol ko'rinib turadi. O'ta kattalashishi esa bez ostidagi organlarni ezib qo'yishi ham mumkin. Buni diffuz kattalashgan bo'qoq deyiladi. Sochlarni to'kilishi, siyraklashishi va tolalari ingichkalashishi kuzatiladi. Qoshlarni chetki qismlari siyraklashib, to'kila boshlaydi, kipriklar to'kilib ketadi. Tirnoqlar ingichkalashib, tez sinuvchan bo'lib qoladi. Bu ayniqsa Hashimoto autoimmun tiroiditiga xos hisoblanadi. Terining quruqlashishi, metabolizmning ustunligi hisobiga hech ham isiy olmaslik, sovuq qotaverish va tunda paypoqlar bilan uxlash gipotireozga xos. Harorat 34 gradusgacha tushib ketishi kuzatiladi. Depressiya. Miyada kayfiyat gormonlari, serotonin va dopaminni kamayishi hisobiga tushkunlik, motivatsiyani kamayishi kuzatiladi. Xotira pasayadi. Shuning uchun ham depressiya va demensiya tashxislarida qalqonsimon bez gormonlari albatta tekshiriladi. Yosh ayollarda betartib hayzga sabab bo'lib, bepushtlik chaqirsa, ba'zi ayollarda estrogen va progesteron muvozanatini buzib, hayzni og'ir kelishiga sabab bo'ladi. Onada gormon miqdorining past bo'lishi homilani aqliy rivojlanishiga ta'sir qiladi. O'ta past miqdorda bo'lishi esa aqli zaif bolalarni dunyoga keltiradi. Gipotireoz bilan tug'ilgan bolalarning tili va tanasi kattalashgan bo'ladi, qo'l oyoqlari bo'shashgan holda bo'ladi. Surunkali charchoqlarga, ich qotishi, vazn ortishi yoki ozishga qiynalish kabi belgilarga olib kelishini siz yaxshi bilasiz, chunki bu asosiy belgilardan hisoblanadi. Ammo gipotireoz uzoq davom etsa, miksedema deb atalmish og'ir holat rivojlana boshlaydi. Ko'zlarni pastini osilib ishganini ko'rasiz. Bu holat faqatgina ertalab emas, doimiy kun davomida kuzatiladi. Chunki shish suv emas, balki gelsimon modda hisobiga yuzaga keladi. Bunda qo'l oyoqlarda holsizlik va shish paydo bo'ladi. Tilni kattalashishi ko'rinib, uxlash jarayonida nafas yo'liga tiqilishi, nafas olishni qiyinlashishi va tungi apneyalarga sabab bo'ladi. Agarda gormon miqdori kritikal ravishda tushib ketsa, miksedema komagacha olib kelishi mumkin. Bu juda ham og'ir holat bo'lib, tezkor yordam berib, vena orqali tiroksin gormoni jo'natilmasa, bemorda o'lim yuzaga kelishi mumkin. Gipotireozning sabablari nimalar ekan? 95% holatlarda kasallik yod yetishmasligi va bezni turli sabablarga ko'ra shikastlanishi natijasida rivojlanadi. Buni birlamchi gipotireoz deyiladi. Birlamchi gipotireozni turlari bor. Homiladorlar gipotireozi, autoimmun va Hashimoto tiroiditi. Hashimoto yoki autoimmun tiroiditida bez shishgan yoki shishmagan bo'lishi mumkin. Agar kattalashgan va og'riqli bo'ladigan bo'lsa, bu Hashimoto autoimmun tiroiditiga xos hisoblanadi. Gipotireoz bo'yin jarrohliklari, o'smalarni davolaganda, kimyo yoki radioterapiyalar olinganda ham yuzaga keladi. Ayollarda postpartum yoki tug'ruqdan keyin rivojlanadigan og'riqli autoimmun gipotireoz yoki bo'qoq, ya'ni bezning shishi ham shu guruhga mos. Bu odatda 1 yillar ichida o'tib ketadi, gormonsiz. Tug'ma gipotireoz, ya'ni homilada yodning yetishmasligi hisobiga rivojlanuvchi gipotireozning soni O'zbekistonda hozir ayniqsa juda ham baland. Buni belgilarini yuqorida gapirib o'tdim. Ikkilamchi gipotireoz nima? Bu bosh miyaga bog'liq holatlarda yuzaga keladi, ya'ni miyada qalqonsimon bezni boshqaruvchi TTG gormonini ajratuvchi pituitar va gipotalamus bezlarining o'smalari, miyada o'tkazilgan jarrohlik, tug'ruq vaqtida ko'p qon yo'qotish hisobiga yuzaga keladigan Shihan sindromida rivojlanadi. Ikkilamchi gipotireoz giyohvand moddalar hisobiga ham yuzaga kelishi mumkin. Tashxis qo'yishda esa bizga tibbiy ko'rik va bittagina qon analizi yordam beradi. Gipotireoz bilan og'rigan kasallarda bez diffuz, ya'ni yoyilgan holda o'ta kattalashishi mumkin, ammo hammada ham bez kattalashavermaydi. Shuning uchun ham oddiy ko'z bilan ilg'ab olish qiyin. Endokrinologlar bemorga suv ichirib yoki bezni paypaslab uni kattalashganini aniqlay biladilar.
Keyingi tekshiruv esa bu qon analizidir. Shuni o'zi sizda nafaqat qalqonsimon bez kasalligi borligi, balki uni gipotireoz, ya'ni gormonni kamligi yoki gipertireoz, ya'ni gormonni o'ta oshib ketganini ajratishga, aniqlashga yordam beradi. Hatto gipotireozni birlamchi yoki ikkilamchi ekanligini ham ajratishga yordam beradi. Bu TTG, T4 va T3 qon analizidir. Ushbu videoda gipotireoz va uni turlarini ko'rib chiqdik. Belgilari va sabablariga oz-muncha aniqlik kiritdik. Keyingi videoda qon analizini tahlili va gipotireozni davosi haqida gaplashamiz. Bunda gormonal va yod preparatlari, ularni qanday qabul qilish va bolalarda, homiladorlikda gipotireozni oldini olish haqida to'liq suhbatlashamiz. Keyingi suhbatda ko'rishguncha